Revmatizm, har xil taksillar, og'riqlar, shamollashlarni chiqarib beradigan mana mana shunaqa plasterimiz keldi. Buni ichida 20 ta bo'ladi va 10 kunga yetadi. Siz organizmingizni yengillashtirishga yordam beradi. Buni kechqurun uxlashdan oldin qo'yib yotasiz va ertalab uyg'onganingizda plasterni qora bo'lganini ko'rasiz. Bu qoralik sizni organizmingizdagi shamollashlar, revmatizmlar, har xil og'riqlar bo'ladi. O'ziga suv oladi. Tarkibi tabiiy giyohlardan, ekstraktlardan tashkil topgan va aynan mana shu yopishtirilishi o'zida bizning organizmimizga zo'r yordam beradi. Courage brend ostida Yaponiyada ishlab chiqarilgan, juda ham foydali va organizmga hech qanaqa zarar keltirmaydi. Albatta ishlatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yosh kattalar, oyog'i og'riydiganlar uchun juda ham zo'r mahsulot hisoblanadi. Albatta ishlatib ko'ringlar. Agar kim ishlatgan bo'lsa, kommentariyada odzivlarini yozib qoldiringlar. Kimga kerak bo'lsa bu mahsulotimiz, to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsa, narxini bilmoqchi bo'lsa, izohlarda Courage deb yozib qoldirsanglar, men to'liq ma'lumot yuboraman.